Mavzudan uzoqlashmaymiz. Darhaqiqat, kecha maktablarda yangragan so'nggi qo'ng'iroq har bir bitiruvchining hayotida o'chmas iz qoldiruvchi unutilmas voqeadir. Bu minglab yoshlar hayotida yangi orzular, katta maqsadlar va mustaqil hayotga qo'yilayotgan ilk qadamdir. Qashqadaryo viloyatidagi olis qishloq maktablaridan birida bo'lib o'tgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlardan muxbirimiz Shavkat Aminov xabar qiladi. So'nggi qo'ng'iroq u qayerda chalinmasin bitiruvchi uchun yagona his, yagona tuyg'uni baxsh etadi. Bu gal qahramonlarimizni olis qishloqlardan izladik. Hali zamonaviylik kirib bormagan, internet va ijtimoiy tarmoqlardan yiroq qishloq yoshlarining quvonchiga sherik bo'ldik. Ahamiyatlisi, joriy yilda Dehqonobod tumanidagi 86-umumta'lim maktabining Qurilish qishlog'idagi filialida 3 nafar o'quvchi maktabni tamomladi. Kamchilik bo'lishgani boismi, tadbir davomida ular iymanibgina turishdi. O'zi 3 ta o'quvchi ko'pchilikni o'rnini bosadi. Rahmat o'quvchilar ham, o'qituvchilar ham hammasiga. Suhbatdoshlarimiz kam sonli o'quvchi bo'lishning yaxshi va yomon tomonlari haqida gapirar ekan. Asosan sport musobaqalarida o'quvchilar soni kamligi jihatdan doim ham ishtirok eta olishmaganini, ammo ilmda imkon qadar boshqalarga o'rnak bo'lishga intilishganini ta'kidlashadi. Musobaqalarda ozroq bilinardi o'quvchi kamligi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalana olmaymiz, chunki bizlarda internet muammosi, bu internet aloqa yo'q. Tuman markazidan 70 kilometr uzoqlikdagi mazkur ta'lim dargohida tashkil etilgan so'nggi qo'ng'iroq tadbiri aytish mumkinki, bu yil mazmun jihatdan ham o'zgacha o'tdi. Qizil toifadan o'zlashtirish bo'yicha yuqori toifaga o'tishda o'quvchilarning muvaffaqiyatlari, vodiylik oliy toifali o'qituvchilarning ish boshlagani va olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida ta'lim sifatining ko'tarilgani tadbir davomida yaqqol namoyon bo'ldi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslari bilan olis qizil hudud maktablarda ishlovchi o'qituvchilarga imtiyozlar, imkoniyatlar yaratib berganligidan foydalanib, men Andijon viloyatidan mana shu Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida olis hudud Qurilish qishlog'iga kelib dars beraman. Biz kelgan paytda maktab qizil holatda edi. Mana oradan 3 yil vaqt o'tdi. O'quvchilarda bilim, salohiyat, o'zgarishlar bo'ldi. O'quvchilar olimpiadalarga qatnashyapti, to'garaklarga qatnashyapti. Ulardagi o'zgarish katta albatta. Uyali aloqa vositalarining ishlamasligi natijasida internetsiz hayot kechirayotgan qishloq yoshlarining yagona o'yinchog'i kitob o'qish va bu samarasiz ketmayapti. Fanlar bo'yicha milliy sertifikatlarni qo'lga kiritayotganlar soni va fan olimpiadalari sovrindorlari ko'lami kengayapti. Dehqonobod tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limidagi 106 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida, shuningdek 32 ta maktablarning filiallarida ham xuddi shunaqangi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari o'tkazilyapti. Tadbirda so'zga chiqqanlar o'quvchilarni navbatdagi o'quv yilini yakunlaganliklari bilan tabriklab, bitiruvchilarga prezident tabrigini o'qib eshittirishdi va ezgu tilaklarini bildirishdi. Yil davomida namunali o'qigan o'quvchilar fidoyi ustozlarga tuman hokimi tashakkurnoma topshirishdi.